Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'zbekiston milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Misrga qarshi uchrashuv oldidan jurnalistlar savollariga shunday javob berdi. Yana bir muhim o'yin. Misr top futbolchilarga ega terma jamoa. Adashmasam, Misr so'nggi 30 ta uchrashuvda bor yo'g'i 2 marotaba mag'lub bo'lgan. Juda kuchli jamoa bilan to'qnash kelyapmiz. O'zimizning yaxshi sifatlarimizni namoyish etishimiz kerak. Bunday raqiblarga qarshi o'ynayotganingizda motivatsiya yuqori bo'ladi. Sardor Bahromov terma jamoaga ilk marotaba chaqirildi. Siz terma jamoaga ko'proq yoshlarni ko'rishni istaysizmi? Bahromovning chaqirilishi sizning qaroringizmi degan savoliga Cannavaro shunday javob qaytardi. Albatta mening qarorim. Biz ko'p futbolchilarni ko'rib chiqdik. Imkoniyatim bo'lganda ko'proq futbolchilarni jalb etgan bo'lardim. Futbolchilarni mashg'ulot jarayonida ko'rib borish, ular bilan yuz-yuz gaplashib olishimiz kerak. Ko'proq futbolchilarni chaqirishni istayman, ammo hozircha faqat 26 ta futbolchini jalb qilish imkoniyatimiz bor. Ro'yxatimda futbolchilar va yoshlar ko'p. Umid qilamanki, ular terma jamoa safida o'z daqiqalariga ega bo'lishadi. Fayzullayevning terma jamoaga chaqirilmaganining sababi nimada degan savoliga Cannavaro shunday javob qaytardi. Fayzullayevning bu yerda emasligining yagona sababi hali 100% tiklanib ulgurmagandir. U martdagi yig'inlarga qaytadi deb o'ylayman. Abbos bilan gaplashib turibman. Men har bir futbolchi bilan muloqotdaman. Futbolchilarning holati va kayfiyatini bilib turish men uchun juda muhim. Futbolchilar bilan ko'p muloqot qilsak va ish olib borsak, xatolar sonini kamaytirgan bo'lamiz, dedi Cannavaro. 2026-yilgi Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi noyabr oyidagi 2 haftalik xalqaro tanaffus davrida Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etiladigan Xalqaro Al-Ayn Kubogi musobaqasida ishtirok etadi. 14-17 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan ushbu turnirda Fabio Cannavaro shogirdlari bilan bir qatorda Jahon chempionatiga yo'llanma olgan Misr, Eron va Kabo-Verde milliy terma jamoalari ham maydonga tushadi. Jamoani mamlakat tarixidagi birinchi Jahon chempionatiga Timur Kapadze olib chiqqan edi. Bir oy avval almashuv bo'ldi. Bosh murabbiylikka Fabio Cannavaro tayinlandi. Kapadze uning assistentiga aylandi. Oktyabr oyida O'zbekiston 2 ta o'rtoqlik uchrashuv o'tkazib, Kuvaytni 2-0 hisobida yengdi va Urugvayga 1-2 hisobida yutqazdi. O'zgarishlar davom etmoqda. Timur Kapadze Fabio Cannavaroning yangi muhitga moslashtirishga yordam berganidan keyin terma jamoani tark etdi. Timur mustaqil tarzda ishlamoqchi. Fabio o'ziga yangi yordamchi sifatida bunyodkordagi ishi orqali mahalliy futbolchilarni yaxshi biladigan italiyalik mutaxassis Carlo Alberto Bertonini oldi. Terma jamoa tarkibida jiddiy o'zgarishlar bo'lgani yo'q. Cannavaro ishlab turgan tizimni saqlab qolishni ma'qul ko'rdi. Eng katta yangilik oxirgi oylarda jarohat bilan kurashgan Abduqodir Husanovning safga qaytishi bo'ldi. Ayni paytda bu himoyachi terma jamoada mashg'ulotlarni boshlab yuborgan. Rossiya Premyer Ligasidan ketgandan buyon faoliyatdagi eng yorqin mavsumni o'tkazayotgan Eldor Shomurodov ham terma jamoa tarkibiga shug'ullanyapti. 30 yoshli hujumchi Istanbul Başakşehirga o'tgandan beri jami 18 ta uchrashuvda raqiblar darvozasini 8 marotaba ishg'ol etdi. Oxirgi 5 ta bahsdan 4 tasida o'z hisobiga gollar yozdirib qo'ydi. Bir oy oldin Kuvayt darvozasiga ham g'alaba to'pini aynan Shomurodov kiritgan edi. Cannavarogacha O'zbekiston muhim uchrashuvlarda zo'r o'ynab kelayotgan edi. 2024-yilgi Osiyo Kubogida Avstraliya bilan durang 1-1 o'ynagan. Chorak finalda mezbon Qatarga faqat penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergan. Jahon chempionati saralashida asosiy favorit Eronga yutqazmadi. 0-0 va 2-2. Ikkinchi davrda Qatarni 3-0 hisobida yengdi. UEFA Nations Cup 2025 xalqaro turniri finalida o'zbeklar Eron terma jamoasi ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Kalendar yildagi yagona mag'lubiyat
Kannavaro qo'l ostida Urugvayga qarshi murosasiz kurashlar ostida o'tgan uchrashuvga kuzatildi. 1-2. Misr Jahon chempionati saralashda nimalarga qodirligini ko'rsatdi. Misr 2026-yilgi Jahon chempionati saralash turnirini deyarli ideal tarzda o'tkazdi. 10 ta turda ular 8 ta g'alaba va 2 ta durang qayd etdi. 2025-yilgi 6 ta uchrashuvda 5 ta g'alaba va 1 ta durang natija ko'rsatgan misrliklar bu o'yinlarda darvoza daxlsizligini saqlab qoldi. Shuningdek, misrliklar mundial saralashining eng zo'r jamoasi bo'lgan Tunisga qarshi 2 ta o'rtoqlik bahsida g'olib bo'ldi. Misr terma jamoasi Jahon chempionati saralashining oxirgi o'yinini 12-oktyabr kuni o'tkazdi. Endi ular mundialga tayyorgarlikni Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etilayotgan xalqaro turnir doirasida O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi bahs bilan boshlaydi. Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Husam Husan katta syurprizlarga qo'l urgani yo'q. Biroq 9-noyabr kuni Misr Superkubogi uchun bahsda o'zaro to'qnash kelgan Al-Ahli va Zamalek futbolchilari bu gal terma jamoaga chaqirtirilmadi. Yasir Ibrohim, Ahmad Kuka, Yasin Mari, Muhammad Abad va Omar Jobir terma jamoa qaydnomasiga kiritilmaganidan norozi bo'ldi. Biroq bu qaror klublar rahbariyatiga ma'qul keldi. Nasser Mohir esa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida o'z e'tirozlarini e'lon qilishdan hayiqmadi. Eng asosiysi, Liverpulda murakkab davrlarni boshdan o'tkazayotgan Muhammad Saloh terma jamoa ixtiyoriga yetib keldi. Uning hozir kayfiyati zo'r. Misr Afrika Millatlar Kubogi 2024-yilda bo'sh ishtirok etdi va turnirni 1/8 final bosqichidayoq tark etdi. Muvaffaqiyatsizlikning asosiy sababi himoyaning zaifligi bo'ldi. Misrliklar 4 ta uchrashuvning birortasida darvoza daxlsizligini saqlay olmadi va jami 7 ta to'p o'tkazib yubordi. Husam Hasan shundan so'ng xatolar ustida ishladi va Misr terma jamoasi Jahon chempionatining saralashini namunaviy darajada o'tkazdi. 10 ta turdan 8 tasida raqiblarga gol urish imkoni berilmadi va bor yo'g'i o'z darvozasidan 2 ta to'p olib chiqdi xolos. Misrlik jurnalist Muhammad Shaddad Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lib o'tadigan Al-Ayn Kub musobaqasi doirasida O'zbekistonga qarshi o'yin oldidan intervyu berdi. O'zbekistondek tartibli Osiyo jamoasiga qarshi o'yin o'tkazish Piramidlarning Afrika Millatlar Kubogida qo'llashi mumkin bo'lgan uslubini sinovdan o'tkazish imkoniyati sifatida qaralmoqda. Mazkur uchrashuv futbolchilarga turnir boshlanishidan oldin taktik bosimlarga moslashish imkoniyatini beradi. Husam Hasan boshchiligidagi texnik xodimlar ushbu uchrashuv orqali futbolchilarning ham texnik ham jismoniy tayyorgarligini baholashni, shuningdek rasmiy musobaqa muhitida kirishdan oldin asosiy tarkibning o'zaro uyg'unligini tekshirishni maqsad qilgan, dedi o'z bergan intervyusida.